Birinchi navbatda o'zingizga qulay tilni tanlab, loyihamiz imkoniyatlari bilan tanishib chiqing. Men mutaxassisman menyusini tanlab, davom etish tugmasini bosing. Agar profilingiz bo'lsa, kirish bo'limiga raqam va parolingizni kiritasiz. Ularni esa ro'yxatdan o'tishda yozgansiz. Yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishni tanlab, telefon raqamingizni yozib, maxfiylik siyosati va foydalanuvchi qoidalari bilan tanishib, chap tomondagi katakka bosib, tasdiqlash tugmasini bosish orqali ilovaga kiring. Raqamingizga SMS xabarda yuborilgan kodni kiritib, davom etish tugmasini bosing. Keyin ism-sharifingizni va parolingizni yozing. Parolingizni buzib kirmasliklari uchun unda raqamlar, belgilar va katta-kichik harflar qatnashsin. Ro'yxatdan o'tishni yakunlash tugmasini bosib, profilingizga kiring. Keyingi bosqichlarda nimalarni to'ldirishingizni navbatdagi videolarimizda tushuntirib o'tamiz.